Yana keldingmi, opa? Bolalarimga qarab tur, kechirib olib ketaman. Bo'pti. Opam bolalarini menga tashlab ketsa nimalar bo'ladi? Birinchi bo'lib ikkita qulimga qirolichalarini qo'lini o'pishga izn beraman. O'zi uyda ish yo'q edi, lekin ikkita tekin hasharchi bo'lsa, ish ham topiladi. Hadeb ishlab ishdan bezor bo'lmasligi uchun orada massaj ham qildiraman. Oyim bizani ish qilish uchun emas, o'ynash uchun tashlab ketganlar. A bo'ldingda o'ynaymiz. Davay. Don, Ziki. Men yetdim yana. Boshqa o'ynasa bo'lmaydimi? Davay. Ha, Yaxshi o'tiribsizlarmi ish qilib? bundan zo'r o'tirmaganmiz hech qachon. Xola, menga ham zvachka bering. 70 marta. 1 2 mana onalaring meni yoshlikda urgan rasmim. Endi ayamiz olib bizdan urasizmi? Bolalarim, sizlarni o'zim katta qilganman-ku. Urishga qo'lim bormaydi. Lekin qo'shinni qo'li boradi. Men ikkalasini cho'mib